Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, aziz obunachilarim, aziz muxlislar. Hozir sizlarning e'tiboringizga men bir mana shu videoyim orqali o'zimni demak mana bu ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni asosan endi ijtimoiy tarmoqlarda men YouTube kanalida demak oxirgi paytlarda bahs munozaralarga sabab bo'layotgan, ya'ni mana shu YouTube kanalida har qanday jurnalistlar, blogerlar, rasmiy kanallar, norasmiy kanallar, umuman ijtimoiy tarmoqqa material chiqaradigan har qanaqa bir faollarni, fuqarolarni oxirgi paytlarda trend mavzusiga aylangan bir masalaga o'zimni fikrimni bildirmoqchiman. Agar ruxsat bersanglar, ruxsat bermasanglar ham bari fikrimni bildiraman. Oldingi mana bundan oldin bugun qattiq video qildim. Negativchilarga, ularga tegishli emas fikrlarim. Ularni kommentariyalariga ahamiyat bermagan holda o'zimni aziz jonajon muxlislarim 700 dan oshuv o'zimni obunachilarimga ruxsat berishsa, fikrimni bildiradigan bo'lsam, ya'ni mana shu qaysi mavzu haqida gap ketyapti, bu bir Nilufar deydigan qo'shiqchi desak to'g'ri bo'ladi, to'g'rimi yo'qmi? Masalan, san'atkor deya olmaymiz. Chunki san'atkor tushunchasi juda ham bir keng ma'noli, keng qamrovli tushuncha. San'atkor bo'lish bu hammaga emas. Endi hozir unisini farqiga bormaymiz-ku. Men o'zimning fikrlarim bu tag'in. Juda ham to'g'ri deb garantiya bera olmayman. Demoqchimanki, o'zimning fikrim, shaxsiy fikrlarim, san'atkor bu juda ham bir katta maqom. San'atkor bu qanaqadir bir ilohiy yoki tabiatan iqtidor egasi san'atkor degan so'zni shunga ishlatsak bo'ladi. U qo'shiqchi bo'ladimi, ashulachi bo'ladimi, raqqosa bo'ladimi, qiziqchi bo'ladimi, aktyor bo'ladimi, aktrisa bo'ladimi, yoki bo'lmasam boshlovchi bo'ladimi, masalan, yoki bo'lmasam rassom, haykaltarosh, musiqachi, bastakor, kompozitor, xullas sanayversak juda ham behisob. Bularni hammasini biza ichida san'atkor ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'sha bir sohani bir san'at darajasiga olib chiqish. Oshpazi ham san'atkori bo'lishi mumkin. Chunki san'at darajasiga olib chiqadi-da qilayotgan ishini. O'qituvchini ham san'atkori bo'lishi mumkin. San'at so'zini demak bir juda ham bir yuqori maqomli daraja deb men o'zimcha hisoblayman. Endi ashulachi desak, u ashulachi ham ancha vaznga ega bo'lgan, tabiiy, ya'ni o'sha buyuk ovoz sohibi, juda ham zalvorli bir o'sha ashulalarni aytadigan odamlar ashulachi bo'ladi. Qo'shiqchi bo'lish hech narsa emas u. Laparni ham aytaveradi,
monologni ham kuyga solib aytaveradi. Bular bo'lmas bir betayinlik. Hozirgi ayniqsa mana shu oxirgi mana bu talablar kuchaymasdan senzuralar yo'qolib, nima desak bo'lar ekan. Qisqasi, hammaga erkinlik berilgandan keyin, albatta erkinlik ko'p bo'lgandan keyin, albatta nima desak bo'lar ekan, imkoniyat ko'p berilgandan keyin hamma narsani nimasi chiqadi, talab pasaygandan keyin bu har bir sohani, har bir narsani braki ko'p chiqadi. Mani nazarimda oxirgi masalan men o'zim 25-30 yildan buyog'iga paydo bo'lgan qo'shiqlarni eshitib yoki yozilayotgan she'rlarni, shoirlarning kitoblarda chiqayotgan she'rlarini eshitib hech qanaqa bularga talab qo'yilayotgani yo'q. Hozir 30 yil deyvering, 30 yildan buyog'iga men har qanday qo'shiqdan, demak, yo o'sha aytilayotgan o'sha qo'shiqdan yoki she'rdan bir qoniqish hosil qilayotganim yo'qman-da. Endi biza juda katta darajada tushunmaymiz, o'zim tushunganimcha. Gapni ham qo'shiq, ashula devoraman. Uzr, ashulachilardan uzr so'rayman. Munojat Yo'lchiyevadan uzr so'rayman. Orol Mirzodan uzr so'rayman. Yana kimdan? Hozirgi endi o'zimiz anaqa nima deydi, ashula yo'nalishida faoliyat yuritayotgan barcha ashulachilarimizdan uzr so'rayman, ashula devorganim uchun. Hozirgi qo'shiq gapni ham qo'shiqda. She'rda nima bo'lish kerak? Asosan qofiya bo'lish kerak. Ana endi vazn deydigan narsa bo'ladi. Men bu vaznda yozilibdi. Eng asosiysi oddiy gap bilan she'rni farqi nimada? Nimaga hamma shoir bo'lmaydi? Nimaga hamma she'r yozmaydi? Chunki o'sha mazmun mohiyatini zo'r bo'lgan gapni, iborani bir-biriga bog'lanadigan, demak, o'sha qofiyadosh so'zlar bilan aytilsa, masalan, boraman, yoqtiraman, chopaman, ketaman. Bu hammasi har. Aksariyat mana shu oxirgi 30 yildan buyog'iga manaman degan qo'shiqchini bitta bo'lsa ham o'sha she'r standartiga javob bermaydigan ashulasi ko'p. Mayli, men endi qo'shig'i ko'p. Buni gapni cho'zib o'tirmay, oxirgi masala mana shu qo'shiq ustida gap bo'ladigan bo'lsa, ana Nilufar deydigan qo'shiqchini dutor va tor to'g'risidagi aytgan bir qo'shig'iga judayam katta e'tiroz, to'polon, o'zbekcha gap deydigan bir kanalni ko'rdim. Xullas, oddiy bir slogerlar ham san'atni tushungan ham, tushunmagan ham, boya aytgandek rasmiy ham, norasmiy ham, shunga haqqi bor, haqqi yo'q ham dod devordi, dod. Nimaga desangiz, aksariyati Madaniyat vazirligiga, madaniyat vaziri bechora Sho'rin Qo'rgur Ozodbek Nazarbekovga hamma tashlanib yotdi. Hamma emas, shu aksariyatlari Ozodbek qaqa qaravosiz, siz qanaqa madaniyat vazirisiz, nimaga ruxsat berasiz, milliyligimiz qani, diyonat qani, or qani, nomus qani, hayo qani, bu yoshlarimizni, qizlarimizni, farzandlarimizni tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Nilufar nega tor dedi, nega dutor dedi. Bunda men o'zim analiz qilib ko'rsamchi, вообще bu bahs munozaraga arziydigan narsa emas-ku, sababini men o'zim tushunchamcha keltirib beraman. Bu sababi shuki, bizada o'zbek nima deydi, o'zbek san'atidan masalan shu qiziqchilik yoki askiyachilik mana vodiyda rivojlangan. Bilasizlar askiyachilikni? Asosan vodiyda.
askiyachilik sohasini oladigan bo'lsak, payrola sohasini oladigan bo'lsak, men yoshligimdan mana shu bir 50-60 yildan beri mana shu payrolani, askiya san'atini yoqtirmayman. Yoqtirmasligimning sababi bachkana tuyuladi. O'shalarni mana 15 yoshimdan eshitib o'tgan o'sha askiya san'atida ham xuddi shu dutormi tormiga o'xshagan kosa ichida nimkosa gaplar bor-ku, baraka topkurlar. Osmondan shalop etib nilupar tushib qolib, buni ko'tarib, buni faqat qo'shiq uslubida ko'taribdi bu. Endi qarab turing, o'z-o'zi mana shu oddiy qiziqchilarni oling, mayli. Askiyani bir chetga qo'yib turamiz. U ham bir usul, bir uslub, askiya san'at. Oddiy qiziqchilar o'zi oling, endi hammasini otini eti yotmay qoling. Mana yaqin bu kuladigan 35 yildan birinchi, 30-35 yillardan biriyog'iga masalan, mana shu san'atkorlarga keng imkoniyat berilgan hamma sohadagi san'atkorlar berichi men birorta bir mana shu ulug' san'at koshonasi bo'lgan mana shu bir xalqlar do'stligi dedik, keyin yana boshqacha nomladik. Mana hozirgi xalqlar do'stligi o'sha san'at saroyida uncha-muncha odam chiqa olmasdi unga. Imkoniyati yo'q edi. Unda qo'shiq ashula aytish uchun bilasizmi qanaqa insonlar, qay darajada buyuk bo'lish kerak edi. San'atga xizmat qilgan, xalqqa tanilgan odamlar bo'lish kerak edi. Hozir o'tdi, xohlagan ashula aytyapti shakla yoki qiziqchilik qilyapti. Shu qiziqchilarni sizlar qiziqchi desanglar, 5000 ta, endi 4800 ta sig'adi deydi ichiga, 5000 ta deylik, 5000 ta odam tuzzasiga urib, yoshmi, qarimi, erkakmi, ayolmi, hammasi kulib bir-biriga 5 tashlab qotib o'tirganini birorta kuladigan joyi yo'q. Avaz oxinda ozgina bor, avaz oxinda. O'sha Alloh rahmat qilgur, Hojiboy Tojiboyev yo'nalishi. Bu yerga men bir qiziqchi ko'rayotganim yo'qman. Hojiboy Tojiboyevlar u miyani ishlatadigan. Men bu tanangizni yuqori qismini ishlatadigan gaplarni gapirardi. Hozirgilar hammasi past ishlatadigan gaplarni gapiryapti. Shularni qo'shimchadan nomkasa qiziqchilariga kulib, shuni iste'mol qiladigan xalqi nima deydi, bir vakillari shunaqa sloy deydi, xalqi shunaqa bir qismi borki, shunaqa sifatsiz mahsulotlar tiqishtirilyapti, yedirilyapti. To'g'rimi gapim, noto'g'rimi? Juda to'g'ri. Mana bittasi bolta teshalari. Xotinlar qovunga o'xshaydi, go'zal bo'ladi, chiroyli bo'ladi, yaxshi hidli bo'ladi, olib kelasam, bemaza chiqadi. Qovunni-ku chaqmoqlab olsang bo'ladi desa, boltasi teshasiga qarab, dada, ayollarni ham chaqmaqlab kirib olsa bo'lmaydimi desa, yo'q, chaqmaqlab bo'lmaydi, chaqmaqlasang seni o'zingni keyin qamab qo'yishadi, sen qamalasang keyin sen ham chaqmaqlasan. Shu bilan Nilupar ashulasi nima farqi bor? Bu battarroq emasmi? Men bitta misol keltirdim. Dizaynni olasizmi? Millionni olasizmi? Boshqasini olasizmi? Endi bizada shu narsaga kuladiganlar, shu narsani eshitadiganlar, shu narsa yoqadiganlar bor ekanki, Ozodbek Nazarbekov Sho'ring'ur nima qilsin, Niluparni og'ziga u qo'ravilmasdi. Undan nima topolmaydi deydi. Ozodbek Nazarbekov qarayapsiz deb, men Ozodbek Nazarbekovni u masalan qaysi ma'noda? U hammani og'ziga qo'ravilmas-ku, to'g'rimi yo'qmi? To'ppa to'g'ri. Ana o'shaning uchun men o'zimni fikrimni bildirdim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Meni faqatgina muxlislarim uchun gapirdim. Obunachilarim uchun gapirdim. O'tgan ketgan yo'lovchi xuriydiganlar kerak emas, kommentariyasi ham kerak emas. Sizlar aziz meni muxlislarim, kommentariyalarni yozinglar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Mana shu fikrimni keyin yana davom etkazaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling, bola chaqangizga bosh bo'ling, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin.